Shavkatbek va Mubina Andijon viloyati Jalaquduq tumani Barkamol avlod bolalar maktabining hunarmandchilik to'garagi a'zosiman. Men bu to'garakka 3 yildan buyon qatnashib kelaman. Maktabdan bo'sh vaqtimda qo'g'irchoqlar yasash bilan shug'ullanaman. Men hozir sizlarni ichkaridagi faoliyatim bilan tanishtirmoqchiman. Mana ko'rib turganingizdek, men bo'sh vaqtimda mana shunday qo'g'irchoqlarni yasash bilan shug'ullanaman. Bu hunarim orqali men shu kungacha ko'plab xalqaro tanlovlarda, ko'rgazmalarda, festivallarda qatnashib kelmoqdaman. Jumladan 2023-yilda Qirg'iziston Respublikasida bo'lib o'tgan hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha xalqaro ko'rik tanlovda o'z ijodiy ishlarim bilan qatnashib, faxriy birinchi o'rinni egallaganman. Bundan tashqari 2024-yilda Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Osiyo yulduzlari nomli xalqaro ko'rik tanlovda ham o'z ijodiy ishlarim bilan qatnashib, faxriy birinchi o'rinni egallaganman. Men bu hunarni o'rganishimda ustozimni va Barkamol avlod bolalar maktabining hissasi katta. Bu hunarim orqali men oyiga 2 million 3 milliongacha daromad topib kelmoqdaman. Hozir men sizlarga tayyor qo'g'irchoqni bezalish jarayonini ko'rsatib beraman. Birinchi bu qo'g'irchoqni sochlarini urib, keyin bezash jarayoniga o'tamiz. Qo'g'irchoqni bezash uchun mana bunday bezaklardan foydalanamiz. Kelajakda orzu va maqsadlarim ko'p, jumladan xalqaro miqyosdagi ko'rgazmani tashkil etish, o'z shaxsiy biznesimni rivojlantirish va shogirdlar tayyorlab, ularni ham xalqaro tanlovlarga olib chiqish. O'z tengdoshlarimga, singillarimga va ukalarimga shuni maslahat bergan bo'lardim. O'z hududingizdagi Barkamol avlod bolalar maktablarida tashkil etilgan to'garaklarga a'zo bo'ling, hunar o'rganing, daromadga chiqing va bo'sh vaqtingizni mazmunli o'tkazing.